الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ahqab tefsiri 26. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlığa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ahqab suresi 26. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Biz ularni, yani Ad kavmini pul, mal, kuch quvvat jihatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qildik. Ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguchi Allohni tonish uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allohning oyatlarini inkor qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allohning azobidan hech narsani deb qilmadi. Ular masxir qilgan azob ularga nozil bo'ldi. Ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufridan yansun deb oyatlarni takror bayon qildik. Ularga azob kelganda ularning Allohga yaqin qildi deb Allohdan boshqa tutgan ma'budlari ularga nimishqa yordam qilmadi? Balki ularning ma'budlari g'oyib bo'ldi. Bu, ya'ni butlar bizni Allohga yaqin qildi degan so'zi ularning o'ydirmasidir va Allohga choplagan bo'htonlardir. Allah Teala mundaq deydi: biz haqiqatan ilgari o'tgan ummatlarni bu dunyoda pul, mol va avlodlarga ega qildik. Ularga sizlarga bermagan mol dunyo va avlodlarni, sizlarga berilgan narsalarga o'xshabmi qolmaydigan narsalarni ato qildik. Ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguchi Allohni tonish uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allohning oyatlarini inkor qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allohning azobidan hech narsani deb qilmadi. Ular masxir qilgan azob ularga nozil bo'ldi. Ular inkor qilgan, yuz beradiganligidan gumonlangan azob oqibat har tarafdan ularni o'rib oldi. Ey xitob qiling'uchilar, sizlarmi ularga o'xshash bo'lib qolishdan, ondan sizlargami dunyo va oxiratda ularga nozil bo'lgan azobning yetib kelishidan hazar aylanglar. Ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ya'ni Alloh haqiqatan payg'ambarlarni inkor qilgan Ad qavmiga o'xshash Makka atrofidagi ummatlarni halok qildi. Ad qavmi Yamanning Hadramaut viloyatining Ahqob degan yerida yashaydi. Allah Samud qavmini halok qildi. Samud qavmining o'ltiroqlashgan yerlari Makka aholisi bilan Shomning orasida edi. Shundaqla Allah Saba qavmini halok qilgan. Ular Yamanda yashaydi. Allah Taala Madian qavmini halok qildi. Ularning o'rni Makka ahlining G'azziga o'tadigan yo'l ustida edi. Shundaqla Lotning qavmi Buhayra aholisini halok qilgan.
ularmu ham Makkiliklarning o'tadigan yo'l ustida edi. Ularni kufrdan yansun deb oyatlarni takror bayon qildik. Ularga azob kelganda ularning Allohga yaqin qiladi deb Allohdan boshqa tutgan ma'budlari ularga nimishqa yordam qilmadi? Ya'ni ular o'zlari yasab olgan yolg'on ma'budlarga shundoq ehtiyojli paytda u ma'budlari ularga yordam qila oladimi? Balki ularning ma'budlari g'oyib bo'ldi. Ya'ni dal aksicha ular ma'budlarga eng muhtoj bo'lgan chaqda ma'budlari ularni tashlab ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu ya'ni butlar bizni Allohga yaqin qiladi degan so'zi ularning o'ydirmasidir. Ya'ni yolg'on so'zdir. U butlardan ma'bud tutib olganliklari va Allohga chaplagan bo'htonlardir. Ular u butlarga cho'qinganliklari, ularga e'tiqod qilganliklari uchun haqiqatan halokatga yo'liqdi va ziyon tortdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida bir turkum jinlarni sana Qur'on tinglashga avatdi. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim turinglar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan, uningdan ilgirki kitoblarga uyg'un keladigan haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tanışıdık. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi, ya'ni Muhammad alayhisalomning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon etinglar. Alloh ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi. Sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. Kimiki Allohga iymon etishga da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutula olmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlovchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmoqchilar ochiq gumrohlikdadir. Jinlarning Qur'onni tanışaganligi haqidagi qissa to'g'risida Imom Ahmad Zubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida bir turkum jinlarni san Qur'on tanishashga avatdiq degan oyatdagi ahvol Naxla degan joyda yuz bergan edi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa Aysha namozini o'qiyotdi. Qur'on tanışash uchun jinlar o'lishib, uni besib olishga tasqaladi. Imom Ahmad va mashhur Imom Abu Bakr Bayhaqi Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom ilgari jinlarga Qur'on o'qib bermagan va ularni ko'rib boqmagan edi. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom bir turkum sahobalar bilan Ukaz bozoriga ketyotdi. Shu chaqda shaytonlar bilan osmon xavarining orasida haqiqatan to'solg'i paydo bo'lgan edi. Shaytonlar osmon xabarlarini o'g'irliqchi anglamoqchi bo'lganda ularga ko'ydirgichi yulduzlar etilatdi. Shaytonlar boshliqlarining yeniga qaytib kelganda boshliqlari: "Sizlarga nima bo'ldi?" deyishdi. Ular: "Biz bilan osmon xavari orasida to'solg'i paydo bo'ldi. Bizning ustimizga ko'ydirgichi yulduzlar etildi" deyishdi. Boshliqlari: "Sizlar bilan osmon xavari orasida to'solg'i paydo bo'lgan qaraganda cho'qim biror yangi ish yuz beribdi. Zaminning hamma taraflariga otlaninglar. Sizlar bilan osmon xavari orasida nima ish yuz berganligi qaranglar" deb buyruq berdi. Shuning bilan ular o'zlari bilan osmon xavari orasida nima ish yuz berganligini bilib kelish uchun
zaminning sharq va g'arb taraflariga yurib ketishdi. Tahama tarafga qarab mangan bir turkum jinlar payg'ambar alayhisalomning yoniga kelishdi. Del shu chaqda payg'ambar alayhisalom Ukaz bozori tarafga qarab bu yo'lga chiqib, Naxla degan yerga kelganda sahobalar bilan fajr namozini o'qiyotdi. Jinlar Qur'onni anglab, uninga quloq solishdi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, biz bilan osmon xabar orasida to'salg'i bo'lgan narsa dal mana mushu deyishdi. Ular bu yerdan qavmining yoniga qaytib borgan chaqda, ey qavmimiz, biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Uningga iymon etdik. Rabbimizga hech kimni shirk keltirmaymiz dedi. Allah payg'ambari Muhammad alayhisalomga: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qavmingga aytqinki, bir qancha nafar jinning mendan Qur'on tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi degan oyatni nazil qildi. Shundaqla uningga faqat jinlarning so'zlari vahiy qilingan edi. İmam Buxoriy buning o'xshash mazmunda hadis rivoyat qilgan. Bu hadisni Imom Muslim, Tirmiziy va Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhisalom Naxl vodisida Qur'on o'qiyotgan chaqda jinlar uning yoniga yetib kelishdi. Ular Qur'onni anglagandan keyin bir-biriga "Jim turinglar" deyishdi. Ular 9 nafar bo'lib, birining ismi Zuba edi. Shuning bilan g'olib buyuk Alloh: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida bir turkum jinlarni san Qur'on tinglashga avatdik. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga "Jim turinglar" deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi degan oyatni toki ochiq gumrohlikdir degan oyatgacha nazil qildi. Bu hadis yuqoridagi Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilingan hadis bilan birga bu oyatda deyilgandek jinlarning Qur'on tinglashga hozir bo'lganligi bayon qilingan. Bu oyatdan payg'ambar alayhisalomning sezmaganligini bildirdi. Jinlar faqat uning tilovatini tinglagan. Ondan qavmining yoniga ularni ogohlantirish uchun qaytib ketgan. Shuningdan keyin ular payg'ambar alayhisalomga top-top elchilar jamoasini avatgan. Ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ya'ni ular qavmiga qaytib berib, ularni payg'ambar alayhisalomdan anglaganlari bo'yicha ogohlantirdi. Alloh taolo qavmni ogohlantiruvchi diniy olimlar haqida mundaq deydi. Ularning ichidagi har bir jamoadan yana bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmning qishiga qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqish uchun ularni ogohlantirish maqsadida nimishqa ilm talab qilishga chiqmaydi. Ulamolar bu oyat bilan jinlarning ichidan ogohlantiruvchilarning borligiga, biroq ulardan payg'ambarlarning yo'qligiga dalil isbot ko'rsatdi. Alloh taolaning jinlardan payg'ambar avatmaganligida shak yo'q. Alloh taolaning tuvendagi oyatlari buning dalilidir. Biz sendan ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik. Biz sendan ilgari avatgan payg'ambarlarning hammasilar albatta tamoq yeydi, bozorlarda minib yuradi. Allah do'sti İbrahim alayhisalom haqida mundaq deydi: payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. İbrahim aleyhisselamdan keyin
Allah Taala avatgan payg'ambarlarning hammasi uning avlodi va naslidir. Ammo sura An'amdagi büyük ve yüksek Allah Teala'nın ey cinlar ve insanlar camiasi sizlarga öz işçinglardan mening oyatlarimni bayon qilib berdigan bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi degan oyatga kelsak, bu o'rinda bu ikki xil maxluqotning hammasi ko'z tutilgan bo'lsa-mu, biroq payg'ambarlar insonlarga qaratilgan. Allah Taala jinlarning o'z qavmlarini ogohlantirganligini bayon qilib, ularning so'zlaridan xabar qilgan holda mundaq deydi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan uningdan ilgiriki kitoblarga uyg'un keladigan haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tanishidik." Jinlar İsa alayhissalomni tilga olmadi. Chunki uningga Injil nozil qilingan bo'lib, uningda va'z nasihatlar bo'lib, halol harom haqidagi hukmlar bo'lsa nihoyat oz edi. Injil amaliyotda Tavratga doir shariatni to'liqlash uchun nozil qilingan bo'lib, asli tayinlangan kitob Tavratdan iborat edi. Shuning uchun jinlar Musodan keyin nozil bo'lgan degan edi. Shuningdek payg'ambar alayhisalom Varaqa ibn Nawfalga Jibril alayhisalomning o'ziga tunji qitim vahiy elib tushgan qissasini bayon qilgan chaqda u pah mana bu Musoga kelgan Jibrilning dal o'zi shu. Koshki men u chaqda yosh yigit bo'lib qolgan bo'lsam, degan edi. Biz tanışıgan bu Qur'an onundan ilgirki kitaplarga, yani onundan ilgirki peygamberlerge nazil kılıngan kitaplarga uygun keladigan e'tiqad, xabar ve amellerde haq dinga ve to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitaptır. Şek şübhisizki Qur'an xabar ve talabdan ibaret ikki narsani o'z ichiga oladi. Uning xabari rostdir, talabi to'g'ridir. Xuddi Allah Teala özünün ayetinde Rabbinin sözü nihayet rastdır, nihayet doğrudur degendek. Allah Teala yana mundaq deydi. Allah haq dinini barliq dinlar üstüden g'olib qilish uchun payg'ambarini hidayet bilan ve haq din bilan avatdi. Hidayet foydali ilmdan iboratdir. Haq din yaxshi amaldan iboratdir. Jinlamu mushundaq dedi. Qur'on e'tiqodlarda haq dinga va amallarda to'g'ri yo'lga boshlaydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ey qavmim, Allah'a davet qilguvchi, yani Muhammed aleyhisselamның davetini qabul qilinglar. Bu ayette Allah Teala'nın Muhammed aleyhisselamni jinlar ve insonlar jamiyasiga payg'ambar qilib avatganligiga dalil vardır. Shuning uchun Allah'a davet qilguvchining davetini qabul qilinglar ve Allah'a iman etinglar dedi. Allah bazı günahlarni mağfiret qiladi. Sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. Ya'ni Allah o'zining qattiq azobidan sizlarni saqlaydi. Ondan Allah ulardan xabar qilib mundaq deydi. Kimiki Allohga iymon etishga da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutula olmaydi. Ya'ni Allah Taolaning kuch-quvvati uni butun atrofdan qorshab turdi. Allah'tan başqa uni Allah'ның azabıdan saqlagıcı yardımçılar bo'lmaydi. Ya'ni ularni u azobdan hech kim qutqizmaydi. Ular, ya'ni Rasulullah'ның da'vatini qabul qilmag'uvchilar op-ochiq gumrohlikdadir. Mana bu
tahdid qilish va qo'rqitish usulidir. Jinlar o'z qavmini savobga rag'batlantirish va azobdan qo'rqitish usulini qo'llanib da'vat qildi. Shuning uchun ulardan nurg'unlarga da'vat qattiq ta'sir ko'rsatdi va ular payg'ambar alayhisalomning qishig'a iymon etish uchun top-top bo'lib kelishdi. Barliq hamd sana va madhiya Allohga mansubdir. Ular ya'ni o'lgandan keyin terilishni inkor qiluvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni terildirishga qodir emasmi? Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. Kafirlar do'zaxga to'g'rilanadigan kunda ularga bu, ya'ni sizlar tetayotgan azob rost emasmi deyiladi. Ular Rabbimiz bilan qasamki, albatta rostdir deydi. Alloh ularga kafir bo'lganliginglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen mushriklarning salgan jafosiga irodalik payg'ambarlar sabr qilgandek sabr qilgan. Ularga bo'ladigan azobga oldirab ketmagin. Ular oxiratda va'da qilingan azobni ko'rganda, ular dunyoda go'yo kunduzda birdamla tug'andek his qiladi. Bu Qur'on sizlarga tabliğdir. Faqat fosiq qavmlar halok qilindi. O'lgandan keyin qayta terilish haqidagi dalillar to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: Qiyomat kuni terilishni inkor qilgan o'liklarning hisob berishi uchun qabrlardan turg'izilganligini yiroq sanagan ani shu kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh, ya'ni ularni yaratish hech ig'ir kelmagan, balki ularga vujudga deyishi bilan tang ular hech qanday qarshilik va bo'yin tovliq qilmasdan Alloh taolaning buyrug'iga itoat qilgan va uni qabul qilgan, Alloh taoladan qo'rqqan va titirgan holda vujudga kelgan. Ana shu Alloh o'liklarni terildirishga qodir emasmi? Buyuk va g'olib Alloh taolo yana bu haqda to'xtalib mundaq degan: Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi: Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. Ya'ni Alloh taolo o'ziga kofirlik qilganlarni qattiq qo'rqitib mundaq deydi: Kafirlar do'zaxga to'g'rilanadigan kunda ularga bu, ya'ni sizlar tetayotgan azob rost emasmi deyiladi. Ya'ni ularga bu rost emasmi? Bu azob sehrmi yoki sizlar uni ko'rmayotgamsizlar deyiladi. Ular Rabbimiz bilan qasamki, albatta rostdir deydi. Ya'ni ularga faqat haqiqatni e'tirof qilishdan boshqa chora yo'q. Alloh ularga kafir bo'lganliginglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Payg'ambar alayhisalomni sabr qilishga buyurish to'g'risida Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomni qavmining uni inkor qilganligiga sabr qilishga buyurib mundaq deydi: Ey Muhammad, sen mushriklarning sağan jafosiga irodalik payg'ambarlar qavmlarining o'zlarini inkor qilganligiga sabr qilgandek sabr qilgan. İradalik payg'ambarlar Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve barliq payg'ambarlarning eng oxirgisi Muhammad alayhisalomdan iboratdir. Alloh taolo haqiqatan payg'ambarlarning orasidan ularning ismlarini Sura Ahzob bilan Sura Shurodagi 2 oyatda aniq bayon qilgan edi. Ularga bo'ladigan azobga oldirab ketmagin. Ya'ni ularga tushadigan azobning tezroq tushishi uchun oldirab ketmagin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam,
Mening oyatlarimni inkor qilguvchi davlatmanlarni man qo'yayotgan. Ya'ni ularning jazosini o'zim beraman. Ularga ozgina muhlat bergin. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kafirlarning halok bo'lishiga oldirmag'in. Ularga ozroq muhlat bergin. Uzoq qolmay ularga qandoq qildiganligimni ko'rsan. Ular oxiratda va'da qilingan azobni ko'rganda, ular dunyoda go'yo kunduzda birdamla tug'andek his qiladi. Bu haqda buyuk va yuksak Alloh undaq deydi. Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir atigan tug'andek gumon qiladi. Qiyomat kuni Alloh ularni hisob olish uchun yig'idi. Ularga dunyoda turgan muddati kunduzda ozgina vaqt turgandek qisqa bilindi. Ular o'zaro tanishidi. O'zlarining Allohga muloqot bo'lishini, ya'ni o'lgandan keyin terilishini inkor qilganlar cho'qim ziyon tortadi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. Bu Qur'on sizlarga tabliğdir. Faqat fosiq qavmlar halok qilindi. Ya'ni Alloh faqat yomon ish qilish orqali o'zini halok qilguvchi odamlarni halok qiladi. Bu g'olib va buyuk Alloh taolaning odilligi bo'lib, Alloh taolo faqat azobga tegishli bo'lgan kishini azoblaydi. Alhamdulillah. Shuning bilan sura Ahqofning tafsiri tugadi. Barliq hamd sanolar ulug' Alloh taolo xosdir. Alloh taolo to'g'ri ishga tavfiq berguchidir. Xatolikdan saqlag'uchidir. Kelar qitimda Sura Muhammad tafsiri 1-oyatidan boshlab anglaysizlar inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.